ota bolasini telefonini so'rashga ham xijolat qilsa kerak deb o'ylayman bugun. O'g'lim, telefoningizni bir tekshirib qo'yay deyish og'ir keladi. Otani o'ziga, hali o'g'ilni qo'yaveraylik. Ya'ni olomon bir kishini mashhur qilishni istasa, Mashhur qiladi o'zi bir joygacha, keyin uni qurbon qilib ham u olomon uni mashhur qilganchalik maza qilaveradi. Achchiq gapda eshitilishi mumkin. Haq gap ham shu. Ochib bir ikki bet o'qib qo'ymaylik, chunki kitob johillikni o'ldiradi. Bizga johillik kerak. Johil bo'lmasak qanday mashhur bo'lamiz? jamiyatning ichida o'ta uyatli odam bor, e'tiqodli odam bor, keyin meni nazarimda neytral odamlar ham bo'ladi. Hech kimning haqqi yo'q. Bu odamlar deyishga hech kimning haqqi yo'q. Befahmligimizni bildirdik, like bosdik, izoh yozdik, boshqalar bilan bo'lishdik, so'kdik, nafratimizni izhor qildik. Shu bilan ichimizdagi boyagi nima deydi? Bizni so'roq qiladigan nima? Vijdonimiz rohat bo'ldi. Bo'lmasa haq bilan botil nima degani? Buni qanday baholaymiz? Masalan, botil bizdan boshqa narsa bo'lishi kerak. Falsafangni borib bolangga o'qi deydi. To'g'risini aytyapman. Shunaqa deydi. Bismillah. Assalomu alaykum Abdukarim aka. Va alaykum assalom. Ikrom aka, salomatmisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Menimcha men sahifam uchun birinchi mehmonsiz. Sharafli mehmonimsiz. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Men o'zi intervyu bermay qo'ygandim. Ko'p yillar bo'ldi. 2 marta buzdim bu yil. Bittasi fikr yetakchilari bilan, ikkinchisi siz bilan. Qani foydasi bo'larmikin deb. Xudo xolasa shu foyda umidida. Chunki bu yo'nalishda aynan sizga iltimos qilganim sababi ham shuki, bugungi kunda siz balki sizga noqulay tuyulishi mumkin ba'zi savollarim. Tan olasizmi, yo'qmi yoki yoqimlimi, yoqimsizmi? Siz shunday bir holatdasiz. Ya'ni bu siz bugun tanilgan insonsiz. Hamma tushunadigan tilda aytsak, mashhur insonsiz. Oxirgi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda har xil kontentlar, har xil narsalar orasida mashhurlik yoki mashhurlikka intilish yoki mashhur kishilarni o'zini tutish haqidagi narsalarni ko'rib, ba'zi bir mulohazalar o'tgandi. Shuni siz bilan bitta muhokama qilsak. Ya'ni siz mana shu jarayonda yashayotgan odam sifatida shu savollarga sizdan bir javob istasam, javob so'rasam degan fikr keldi. Aslida o'zi bu suhbatlarni o'zaro ko'p gaplashamiz. Bu safar shuni kamera qarshisida gaplashaylik dedimki, aytganingizdek foyda bo'lsin. O'zim foyda olay va tomoshabinlar bir foyda olsin degan umidim bor. Masala shu, demak, mavzumiz shu bugun. Mavzumiz mashhurlik haqida. Faqat qaysi nuqtadan? Birinchi savol bilan boshlayman. O'zi mashhurlik nima? Biz nimani mashhur deymiz yoki kimni mashhur deymiz? Mashhurlik bu har xil davrlarda har xil tushunilgan, ammo tanilish, taniqli bo'lish. Gohida siz o'zingiz harakat qilib bunga erishasiz, gohida u o'z-o'zidan sodir bo'ladi. Davrlarga ko'ra har doim ham insoniyat mashhurlikka harakat qilgan emas. Mashhurlikka har doim o'zi kelgan. Ammo bugungi modern zamonaviy inson o'zini ko'rsatish bilan ovunadigan insondir. Va u o'zini ko'rsatayotganlar orasida eng jozibali bo'lish bir ular uchun ustunlikday. Bugungi hammamiz nazar tutib aytyapman. Avvalgilardan farqi shu. Masalan, eskida biri deylik bir kitob yozgan. U yozgan kitobni hamma o'qigan, ichi to'la bir kitob bo'lgan, ammo uni yuzini hech kim ko'rmagan. Otini eshitgan bo'lishi mumkin, boshqa bo'lgan, lekin ko'chada o'tib ketaverganda hech kim tanimagan. Ammo bugungi mashhurlikda undan farqi bor. Bugun biz yuzlarni taniymiz, ammo undan boshqa narsani bilmaymiz. Ya'ni nima bor uni? O'shaning uchun bu yerda bugungi mashhurlik deganda, bugunni nimasi bilan aytadigan bo'lsak, bugun ijtimoiy fanlarda bir fikr bor. Endi har 15 minutda yangi mashhur chiqadi. Har 15 daqiqada yangi mashhur chiqadi. Bu nima degani? Uni umri ham 15 daqiqa. Tez tanilgan, tez unutiladi. Ha, xuddi shunday. Chunki bugun mashhur bo'lish deganda biz faqat bu harakat, mashhurlikka bo'lgan harakat faqat yuqoriga qarab bo'ladi, yaxshilikka qarab bo'ladi. U harakat qulasham mashhurga qarab, u ham mashhur qilaveradi. Siz tubanlikda eng pastki nuqtasida ham eng mashhur odam bo'laverasiz. Ya'ni mashhur degani faqat ijobiy emas. Ijobiy narsa yo'qda, ya'ni taniqli. Qanday taniqli bo'lish? Masalan, odamlar masxaraboz deganda men bu kasbni qilayotgan haqiqiy teatr aktyorlarini nazarda tutmayapman. Ko'chada chiqib olib masxarabozlik qilma deydi-ku sizda. Shu masxarabozlik qilib ham mashhur bo'lyapti va uni ham o'zini tomoshabinlari bor.
Bu o'lchovlar, ya'ni mashhurlarni diqqatni o'ziga jalb qilishini nazarga olsak, masalan bir jamiyat kimni ko'p kuzatayotganini tahlil qiladigan bo'lsak, saviya o'sha yerdan aniq bo'ladi. O'shaning uchun TikTok kabi nimalar chiqib bizni odamlarimiz saviyasiz bo'lib qoldi deb butun dunyoda hamma gapirishni boshladi. Hamma joyda, bizda ham, Turkiyada ham odamlarimiz juda saviyasi qo'yardi TikTok. Odamlarimizni TikTok saviyasi qo'yarmadi. Odamlarning saviyasi TikTok orqali bilinib qoldi. Ko'rsatdi u faqat. U bir vosita. U odamlarni nima qilmaydi? Odamlarni u algoritmlar ishlaydi u yerda. Odamlarning qiziqishlariga qarab uni oldiga videolarni qo'yadi. Masalan, siz bitta oldingizga chiqqan videoni 10 daqiqa hammasini ko'rdingiz. Algoritm aytadi, bu uchun bu juda muhim masala ekan va keyingi video ham o'shanga yaqin bir mavzuni olib keladi. O'tkazib yuborsangiz, unga bu yoqmadi, boshqa bir videoni taklif qiladi. U ham o'tkazib yuborsangiz yana boshqa, toki sizga nima ma'qulligini aniqlamagunga qadar bu jarayon nima qiladi? Davom etadi. Buni aks sado xonalari deydi. İkinci bir tushuncha bor, filtr balonlari deydi. Men nega bularni aytyapman? U yerda bugun biz bu saviyasiz, men ularni qoralash uchun aytmayapman. Bu yerda fikr bildiryapmiz. Mana buni nega odamlarimiz ko'ryapti? Qanday ular mashhur bo'lyapti? Nega buncha diqqat tortyapti degan savolni javobini berishga harakat qilyapman. O'sha aks sado xonalari degan bir tushuncha bor. Bu nima degani? Algoritmlar bir-biriga o'xshaydigan ovozlarni, ovoz deganda tovushni aytmayapman, fikrni. Bir-biriga o'xshaydigan fikr, bir-biriga yaqin qiziqishlar, qarashlar bo'lgan odamlarni bitta xonaga go'yo qamaydi. Ular go'yo o'zini ovozini boshqalar vositasida eshitayotganday bo'ladi. Siz bir videoni ko'rar ekansiz, siz unday bo'lishni yo istaysiz, yo orzu qilasiz, yo u sizga yoqadi, yo shundaysiz. Bir bog'liqligi bor. Siz shuning uchun uni ko'rasiz. Siz boshqa xonaga, Yoqubjon o'yin kulgini yaxshi ko'radi deylik, Yoqubni nima yoshiga ko'radi, Yoqub boshqa xonaga va u yerdagilar ham Yoqubga o'xshagan odamlar. Bu xonadagilar sizga o'xshagan odamlar. Hamma bir-birini xuddi o'zini ovozini eshitayotganday eshitadi. Bu yerda begona yo'q. Shunday paytda hamma o'ylaydiki, u xonaga aks sado xonalariga tushib qolganlar, algoritmlar orqali olib kelinganlar. Deydiki, biz hamma shunaqa deb. Vaholanki qarshi tarafni bu xona borligidan xabari ham yo'q. Ular ham o'ylaydi, hamma menga o'xshagan deb o'ylaydi. Masalan, shaxmatga qiziqadigan bir odam shaxmat videolarini ko'rayotgan bo'lsa, uni nazdida qarshisiga faqat shaxmat chiqavergani uchun butun dunyo shaxmat bilan qiziqyapti deb o'ylaydi. Vaholanki yonida xonada o'tirgan deylik, ukasini yo opasini qiziqishi tikuvchilikka bo'lsa, u o'ylaydi butun dunyo tikuvchilik bilan deydi. Bugungi ijtimoiy mediadagi mashhurlarni oziqlantiradigan nuqta bu. Ular bu yerdan oziqlanadi. Endi biri chiqib u yerda axloqsiz bir narsalarni targ'ib qilib, u bilan mashhur bo'layotgan bo'lsa va uni ko'rayotganlar ham xuddi o'sha aks sado xonalariday. Va filtr balonlari degan bir tushuncha bor. Ya'ni bu filtr. Siz u yerga kirib qolsangiz, sizni algoritm chiqarib tashlaydi. Sizni allaqachon taniydi. U yerga kiradigan, ya'ni balon filtrlab kirgizadi. Begona bo'lmaydi u yerda. U yerda har yuzlab balonlar bor. U balonlarning ichida faqat filtrlanganlar o'tiradi. Masalan, deylik, biri bizga yoqmayapti degani hammaga yoqmayapti degani emasda. Masalan, ular ham bizga o'xshaganlarni yomon ko'radi. Bu yerda kim haq, kim nohaq, ular qanday paydo bo'ldi, savollariga javob bermoqchi emasman. Ya'ni bugun u savollarga javob bera olmaymiz. Nega? Trendlar o'zgardi, zamon. U trendni biz yaratmadik, davr yaratdi. Masalan, deylik, bizni yoshligimizda kosmonavtlar orzumizda ular bilan yo ko'rishishni, yo ularni kiyimini kiyishni, yo kosmonavt bo'lishni orzu qilardik. Keyin yozuvchilar, shoirlar, fikr insonlari, bular sizga eng yaxshi o'rnaklar o'laroq ko'rsatilardi. U o'rnaklar o'zgardi. O'rnaklar sifati tushdi to'g'rirog'i. Bugun yana sifati tushdi. Endi eng qiziq bugun bitta holat paydo bo'ldi. Raqamli dunyoda u chegarani siz bilan biz o'rnata olmaymiz-da, iloji yo'q. Hammani bunday deylik-da, qanday hammani avval yolg'izlashtirishdi. Bugungi mashhurlar qanday mashhur bo'lyapti? Bu sistem qanday qurilganini tushunish uchun buni tushunishimiz kerak. Ularni mashhur qilayotgan alohida millionlagan odamlar.
U odamlar bir-birini hech qachon tanimaydi. Ko'chada ko'rsa ham tanimaydi. Tushuntira oldimmi? Bu o'sha uning uchun o'zaro ular fikr almashishi kerak emas edi. Bir uyda 5 ta odam yashaydi. Beshalasi 5 xil odam. Ularni har biri alohida qaror berish huquqiga ega. Buni qanday qilib qildi? Ularni qiziqishlaridan kelib chiqib, ularni alohida ajratdi. Buni bunday tushuntirsam bo'ladi. Xonada avval bir televizor bo'lardi. Hamma oilaviy u televizorni ko'rardi. Nima to'g'ri, nima noto'g'ri, nima yaxshi, nima yomon qaror berilardi kattalar tomonidan. Kichiklar unga amal qilardi. Boshqa chorasi ham yo'q edi. Keyin nima bo'ldi? U ekranlar xonalarga ko'chdi. Bir uyda 2 ta, 3 ta televizor paydo bo'ldi. Endi alohida qiziqishlarga ko'ra bolalar filmlar, kattalar kinolar izlashi mumkin bo'ldi. Bu ham hali yomon emas edi. Bir-birlariga aralashishi mumkin edi, bir-biriga maslahat berishi mumkin edi, taqiqlar qo'yishi mumkin edi, yana nimalardir. Ammo keyin u ekranlar hammani qo'liga o'tdi. Bu bir mahram mavzusiga aylandi. Mahram mavzusiga aylanishi bilan faqat unga tegishli. Bu uni bekitishi mumkin, kalitlari bor, parollari bor. U alohida uni bir dunyosini bir qismiga aylandi va u endi istagan qarorni istagancha beradi. Uni erkinlik huquqiday taqdim qilindi, ishontirildi. Yonma-yon odamlar ham men telefoningizni berib turing desam, bu juda yoqimsiz narsaga aylandi. Buni hech kim bugun normal bir narsaday qabul qilmaydi. Hatto ota bolasini telefonini so'rashga ham xijolat qilsa kerak deb o'ylayman bugun. O'g'lim, telefoningizni bir tekshirib qo'yay deyish og'ir keladi. Otani o'ziga, hali o'g'ilni qo'yavering. Otani o'zi buni qilishga qiynaladi. Bunday alohida qilingandan keyin endi bu shaxslar boyaga aytganday, oldin 5 ta kishini fikrlarini ma'lum bir darajada jamlab turgan narsa bo'lsa, endi u narsa yo'q. Endi u bir jamiyatda ham yo'q. Bu endi hammasi algoritmlar orqali u aks sado xonalarida yig'ilgan odamlar, ammo bir-birini tanimaydi, lekin bor. Masalan, oldin bizning savollarimizga jamoalar javob berganda bir jamoa a'zosi bo'lganmiz. Boshqa u yerda javob topganmiz. Bugun kim bugun javobni qaysi jamoadan qidiradi yoki bir-birini taniydigan odamlardan qidirmaydi. Bugun umumiy zamonaviy madaniyatni tarmoqlari orqali u yerdan bir narsalar olishga urinadi. Eski mana bizga ustozlarimiz mashhur bo'lganda, mana bu nimalarni yo'lga qo'yasan, bunday qilib o'zingni asraysan, bunday chegaralar bor deb qo'ygani chegaralar bugun uncha ishlamaydi. Masalan, bizning ustozlarimiz aytardi, nima qilsang onangga qidirdi. Nima qilsang onangga qilguncha u yerda axloqsizlik qilib bo'ladi. Masalan, men bir gap gapiryapman, bir narsa tayyorlayapman. Men buni onam uchun qilyapman. Onam ko'radi. Onam ko'radi. Yo ustoz uchun, yo farzand uchun, yo ya'ni biri uchun sizni juda yaxshi biladigan va siz har doim vijdon bilan turadigan odam qarshisida turgandek qilsangiz, u narsani qanday qilib qilishingiz mumkin? Masalan, xaxalayam ham kulolmaysizda hatto. U tushunarli aka. Ustozlar onangga aytganingizdek, chunki onamizni oldidagi haddimizni bilamiz. Onamizni bizning oldimizda o'rni bor, mavqesi bor bizga. Bugun qaysidir ma'noda yashirish mumkindir, lekin onamizni tasavvur qilmagan taqdirimizda deylik. Undan boshqa narsani keltira olmaymizmi? Misol uchun bizni bugun nazorat qilish mumkin bo'lgan, bizni bir o'sha xijolatchilik desa xijolatchilik, mas'uliyat desa mas'uliyat, bularni his qilishimizga turtki bo'ladigan boshqa narsa qo'ya olmaymizmi, yo'qmi bugun? Mana eskidan olomon odamlar deylik, har doim tomoshaga nima bo'lgan. Masalan, eskida o'sha odamlarni oldida uyushtirilgan qatllar hammani ko'z o'ngida bu shunchaki emas. Olomonni ichidagi o'sha nimani bostirish uchun qilingan nimalar. Ommani oldida chiqib qatllar osgan, boshqa qilgan. Bu o'sha bir energiya bor, yomon salbiy energiya. O'sha energiyani o'sha narsalar orqali chiqarib yuborgan, boshqa bo'lgan, to'g'ridir, noto'g'ridir, u haqida aytmayapman. Tarixda shunday bo'lgan. Bilasizmi, bitta mashhurlarni balosi deylik. Uni mashhur qilganlar uni qurbon qilishni ham istaydi. Ya'ni olomon bir kishini mashhur qilishni istasa, mashhur qiladi o'zi bir joygacha, keyin uni qurbon qilib ham u olomon uni mashhur qilganchalik maza qilaveradi. Achchiq gapda eshitilishi mumkin. Haq gap ham shu. O'shaning uchun buni endi nima qilgan ustozlarimiz aytardi, seni qarsak bilan sahnaga chiqargan tepib ham tushiraveradi va bundan rohatlanadi ham. Chunki inson hammamizda bor-da, endi inson shunday ojizmiz. Biri bizda yo'q narsaga ega bo'lsa, hamma uni maqtayotgani uchun, hamma qarsak chalayotgani uchun biz ham chalamiz, ammo yiqilsa xursand bo'lishimiz ham mumkin, bilmaymiz. Men xursand bo'lmayman, men deyolmaydi hech kim. Insonda ojizda endi qonlarimizda yurgan o'sha iblis buni qildiradi.
endi bundan qanday qilib nima qilamiz deganda haysiyat, or nomus. Ishoning, biri avval eng yaqin odamiga ko'rsatishga istihola qilgan, uyalgan narsasini ommaga chiqarayotgan bo'lsa, birinchi uni uyati o'ldirilgan. Or, nomus o'ldirilgan. Shuning uchun uni qila olyapti. U uyatsiz biri, uyat nima degani? Vijdoni oldida hech majburiyati yo'q degani, ya'ni. Biri uyatsizlikni ochiq qilish uchun vijdon degan bir so'roq qiluvchi bir nima mexanizm ishlamayotgan bo'ladi. Oldin u to'xtatiladi, uyat o'ldiriladi. Keyin undan endi siz bu nega bunaqa insofsiz deya olmaysiz. Chunki insof, or, nomus, diyonat bu narsalar hammasi uyat bor joyda ishlaydi. Uyat bo'lmagandan keyin ishlamaydi. Vijdon tirik joyda uni nazorat qilib beradi. Bu narsalar endi savoldan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, onani nazoratini, ya'ni biz uchun vijdon ramzida ular. Or, nomus ramzi, tozalik, poklik ramzida ular. Onalarimiz bizni, otamiz, yaqinlarimiz. Agar uni olib qo'yadigan bo'lsak, uni orqasidan ustozlar keladi. Uni orqasidan boyagi mana shu saqlanib qolgan bo'lsa, nomus, or, uyat degan narsalar bo'lsagina, u boyagi bitta to'siq bo'lib kelaveradi. Agar bularning hammasi olingan bo'lsa, endi siz aytasiz menga bir bo'shliq tasavvur qiling. Bo'shliq, ochlik. Ochlik, bo'shliq. Masalan, ochlik deganda taomni aytmayapman. Ma'naviy ochlik. Bo'shliq, jimlik degani. Mana bugungi odamni uyati qanday o'ldirildi? Uyat o'zi qachon yuz ko'rsatadi? Masalan, qachon o'rtaga chiqadi? Ey deydi, bo'shliq bo'lganda. Bo'shliq nima deganda? Jimlik bo'lgan. Jim turganda odam jim tura olganda u uyat, or, vijdon degan narsalar xuddi boyagi asfalt ichidan chiqayotgan o'tdek chiqishni boshlaydi. Biz doimiy shovqinlar bilan u uyatlarni ovozini eshitmaslikka o'zimiz nima qilamiz? O'shaning uchun Mavlono Rumiyda bir gapi bor. Yaratganning tovushi faqat jimlikda eshitiladi. Qolgan har narsa uni eng yomon tarjimasidir. Bugun ya'ni haqni tovushi degan. Haqni tovushi. Haq deganda biz buni, ya'ni bizda bo'lgan rost narsalarni aytamiz. Mana bu narsalar o'lgandan keyin, ya'ni u bo'shliqqa sabr qila olmaydi. Bo'shliq deganda jimlik. Jimlikka sabr qila olsa odam har narsaga sabr qiladi. Ya'ni istagan sinovda olib keling. Stefan Zweig'ni Shaxmat degan romani bor. Odam bir yil bir o'zi hech bir derazasi yo'q, hech qanday tovush yo'q xonada qamoqqa solib qo'yiladi. Hech kim uni so'roq ham qilmaydi. Bu juda qiyin masala. Bu bo'shliq, ya'ni bu ichki ovozni eshitishdan bosh tortmasdan uni eshita olish kuchini inson paydo qila olishi 5 daqiqa, 10 daqiqa, 20 daqiqa juda uzoq vaqt tuyuladi. U faqat jim qolganda. Buni qila olgan odamni sabri yetmaydigan hech narsa yo'q bu dunyoda. Chunki o'zi eng og'ir narsa shu deyapsiz. Eng og'ir narsa. Endi buni biz doimiy ovozlar, shovqinlar, insoniyat tarixidagi eng shovqinli davr bu biz davrimizda. Eng shovqinli davr. Buni biz istaymiz. Doimiy qo'llarimiz bilan u bo'shliqni har narsa bilan to'ldiramiz. Illo u yerda bir bo'shliq qolmasin, u yerdan bir ovoz chiqmasin, bizni insonligimizni bizga eslatmasin. Qo'limiz kutilmaganda bir kitobga ketib qolmasin, ochib 1-2 bet o'qib qo'ymaylik, chunki kitob johillikni o'ldiradi. Bizga johillik kerak. Johil bo'lmasak qanday mashhur bo'lamiz? Nega? Chunki u johillikka plan bog'lab qo'yildi-da. Bugun TikTokga o'xshagan platformalarga kirsangiz, odamlar bilmayman nimalar qilib pul topishmayapti-da. Buni tirikchilikka bog'lab qo'yildi-da. Tirikchilikda aybi yo'q degan bizni gapimiz ham bor endi. O'shaning uchun avval uyatlar o'ldiriladi. Uyatlar o'ldirilgandan keyin zotan boshqa narsa bo'lmaydi. Jamiyatimizda yoshlar buzilib ketdi deb yoshlarga buzuqlik yorliqlarini yopishtirib, o'zini telefonini yaxshilab tekshirsangiz, o'zi tomosha qilib o'tirgan bo'ladi-da uni. O'shaning uchun siz aytsangiz, yoshlarda bu yoshlar qayerdan keldi degan savol eng noto'g'ri savol. Buni berishdan uyalish kerak. U meva u. U daraxtni kimdir ekdi uni. Uni kimdir parvarish qilgan. Kimdir uni bitagan, kimdir oziqasini bergan. Yetishtirilgan. Siz olmani ekib, chiroyli qilib parvarish qiluvdingiz, u yerdan ko'stikon chiqib qolmaydi. Xabaringiz yo'q nima ekkaningizdan, boshqa dardlaringiz bo'lgan. Shuning uchun bugun yoshlar men u yaxshi, yomon bo'lib ketdi. Unaqa gap yo'q. Natijamiz shu. Aka, shunday jarayonni ichidamiz o'zimiz ham zotan. Faqat boya aytilgandek, insonni ayb ishlardan, hajolatli ishlardan to'sib turadigan o'zi ikkita to'siq bor deb bilaman.
bir e'tiqod. Yani o'zi qilgan e'tiqodga ko'ra me'yor qo'yadi, o'sha ayb ishlardan to'xtaydi. Tamom, bir narsaga e'tiqod qilmasa, ya'ni dinga e'tiqod qilmadi, bir muqaddasotlar uni nazdida bo'lmagan taqdirda, boya aytganingizdek, unda vijdon bor, hijolatchilik. Hijolatchilikni ham ba'zida tabiiy ravishda buzilmagan tabiatda o'zi bo'ladi bu. Ba'zida bu o'sha ijtimoiy nazorat deb aytamiz-ku, odamlarni baholashi natijasida ham kelib chiqadi bu narsalarda. Shu nuqtadan qaraydigan bo'lsak, tamom, odamlar oldindan shu mashhurlikka intilgan, oldindan hamma o'zini bir yo'nalishini topib harakat qilavergan, hozir ham xuddi shu davom etyapti deb aytadigan bo'lsak, menda boshqa fikrlar ham borki, jamiyatning ichida o'ta uyatli odam bor, e'tiqodli odam bor, keyin meni nazarimda neytral odamlar ham bo'ladi deyman. U neytral odamlar qanday? To'g'ri, noto'g'ri masalasida qarab turibdi yani. Qaysi birini tanlasam, uni ichida ikkalasiga ham bursiz yuradigan odamlar. O'zini qat'iy prinsipi yo'q, bunday qilib aytganda, qat'iy bir e'tiqodi yo'q, bu narsani to'g'ri, noto'g'ri haqida bunday qariyda aytgandek, pul kelsa, uni tanlab ketishi mumkin. Mashhurlik orqasida bo'lsa, buni tanlab ketishi mumkin. Aytmoqchimanki, mana shu mashhur bo'lgan kishilar ba'zilari ijtimoiy tarmoqda xohlagan narsalarini qo'yayotgan vaqtda shunday odamlarga ko'proq ta'sir o'tkazib, mana shunaqangi sifatsiz bir mahsulotlarni ko'payishiga sabab bo'lib qolmaydimi? Tushuntira oldimmi savolni? Haliga neytral kishilar deb aytaymanku men. Shu kishilarni mana shu mashhurlik uchun qiladigan har qanaqangi ish qilish mumkin ekan. Bu yoq endi o'zimning ishim deb jur'at qilishiga sababchi bo'lib qolmaydimi? Ya'ni mana shu odamlarni demoqchiman, yetishtiradigan kishilarga ham aylanib qolmay, shular natijasida ham yetishib chiqmaydimi? Tabiiy bular bu ya'ni hamma bir-birini ilhomlantiryapti-da buni. Masalan, o'shaning uchun aytayapman. Masalan, oldin bilmadim, yozuvchilar, shoir bo'lish bir orzu yoki bilmadim o'shanaqa odamlarni tanish buni sarmoya edi-da bu. Bu masalan ma'naviy sarmoya degan tushunchalar bor edi. Ramziy sarmoyalar degan tushunchalar bor edi. Yoki bilmadim ijtimoiy sarmoyalar degan tushunchalar bor edi. Ammo bugun ularni hammasini jamlab biz moddiy sarmoyaga olib kelib nima qildikda. Masalan, bizga otamiz aytardi, ma'naviy sarmoya qilsang, ramzli sarmoyalaring bo'lsa, ijtimoiy sarmoyalaring bo'lsa, u senga moddiy sarmoyani olib keladi derdi. Oldin ilm olgin, kitob o'qigin, yaxshi odamlar bilan tanishgin, yaxshi nom chiqargin, u senga zotan pul olib keladi. U seni zotan boqadi. Bu sarmoyalar derdi. Ammo bugun hamma moddiy sarmoyani topay, keyin uni orqasidan bilim olaman, uni orqasidan bilmadim, mashhur bo'laman, uni orqasidan pul topaman deb keyinga qo'yyapti-da. Ishoning, avval moddiy ehtiyojlar qongandan keyin ular hammasi xo'ja ko'rsinga ishlar bo'ladi. O'shaning uchun bugun odamlar siz aytsangiz, yo ular bir-biriga yomon o'rnak bo'lyapti-ki, zotan o'rnak shu bugun. Tushuntira oldingmi? Undan boshqa o'rnak yo'q. Masalan deylik, din, diyonat, bu narsalar oldinga chiqarilganda istaysizmi istamaysiz, jamiyat uni istaydi. Uni istagan. Kitob o'qish, boshqa bu narsalar haqida ko'p gapirilganda, jamiyat o'z-o'zidan kitob o'qish haqida o'ylaydi. Odamlar boyagi siz qaror berishga nima qilib turgan odamlarniki nimani taklif qilsangiz, ular uni albatta qabul qiladi. Lekin bugungi 100 ta u taklifni oldida bitta sizni taklifingiz turibdi-da. Tushuntira oldimmi? Muammo shundan iborat. U 100 ta odamni sen jim tur deya olmaysiz, chunki ular ham bugungi o'sha ochiq raqamli dunyoni bir vakili, u ham boyagi moddiy sarmoya topish huquqiga ega-da. Endi siz unga aytib o'tirolmaysiz. Sen to'xtab tur, sen biroz nimasan bizni sifatimizni tushirib qo'ysan, sen jim tur, biz oldin iloji yo'q demoqchiman uni. O'shaning uchun hamma narsa bu yerda endi mana habitus degan tushuncha bor. Bu habitus nima degani? Bir insonni ta'bini, qiziqishlarini belgilaydigan o'lchamlar. Mana biz hammamiz oshni yaxshi ko'ramiz. Mana shu oshni yaxshi ko'rishimiz qayerdan paydo bo'lib qolgan? O'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaganda, kichkinaligimizdan osh ko'rganmiz, osh haqida gap eshitganmiz, yeb ko'rganmiz, hikoyalar eshitganmiz boshqa. Biz hatto kim yaxshi, nima yaxshiligini ham dasturxon atrofidagi suhbatlardan qulog'imizga quyilgan, boshqa nima to'g'ri, nima noto'g'ri ekanligi, nima odob, nima odobsizlik. Bularning hammasi bizning habitusimiz. Bizni kimligimizni oshkor qiladigan, so'zsiz biz haqimizda baho beradigan narsalar. Biz ularni olamiz va bizni bir shaxs o'laroq
kimligimiz ma'lum bo'ladi. Biz uni doim DNKga o'xshaydi. O'zimiz bilan olib yuramiz. Bizga bir narsa yoqmayotgan bo'lsa, shuni nima uchun yoqmayotganligini bizni o'tmishimizda bir alomati bor. U undan kelib chiqib biz u narsani yoqtirmayapmiz. Bugun biz bir narsani o'zgartirmoqchi bo'lsak, biz buni o'ylab ko'rishimiz kerak. Biz nima yediryapmiz? U habitus qanday shakllanyapti? Bir jamiyat, yuppilar degan tushuncha bor. Uzr, men biroz nima bo'ldi? Yuppi degani nima degani? Eng quyi pog'onada, jamiyat eng quyi pog'onasidan eng yuqori pog'onasiga keladigan. Ya'ni loy oyoq kiyimdan deylik, bo'yinbog' taqadigan darajagacha yetib kelgan o'zini kuchi bilan odamlar yuppilar deyilgan. Hippilar bor-ku. Bu hippilar bir nimasi, ammo yuppilar ham bo'lgan. Eng boya qishloqlardan kelib, universitetda o'qib, boyagi jamiyatning eng yuqori qatlamini bolalarga dars beradigan domla bo'lgan. Tushuntira oldimmi? Bu nimani bildiradi? Bu har doim u habitus o'zgarishi mumkinligini bildiradi. Ular o'zlari mansub bo'lgan habitusdan bir necha bor yuqoriga o'zini olib chiqa olgan odamlar. Ijtimoiy bilimlarda Pierre Bourdieu, fransuz sotsiolog olimini Tabaqa degan bir asari bor. Masalan, u yerda bitta misol bor. Deydiki, yuqori tabaqa vakillari deydi, hech qachon uylariga akordeon sotib olishmaydi. Chunki akordeon har doim ko'chaga tegishli, shovqinga tegishli, tartibsiz o'yin kulguga tegishli, baqir-chaqishga, urush maydonlariga tegishli. Ular nimasi? Ular fortepiano sotib oladi. Kibor. Sizni uyingizda devorda osilib turgan rasmlar, sizni kitob javoningizdagi kitoblar, sizni bir kunda qancha telefonga qarab o'tirishingiz, televizorda nima paydo bo'lganda hammani jim turishga majbur qilib eshitishingiz, ayolingizga qilayotganingiz muomala, choyni ushlashingiz, qoshiqni qanday ushlashingiz, kunni qaysi vaqtida kitob o'qishingiz, qancha jahl qilishingiz, qancha yaxshi gapirishingiz, qachon uyg'onishingiz, qachon uxlash. Bu hammasi bolangizni habitusini shakllantiradigan formulalar. Sizdan birga bir o'rnak oladi. Biz aytsak bugun bu odamlar hech kimning haqqi yo'q. Bu odamlar deyishga hech kimning haqqi yo'q. Hamma jim bu narsalarni bugun qiyin emas o'rganish, nima qilish kerakligini. Choralar qiyin emas. Qattiq choralarni mana Avropa qo'llayapti. Bolalarni qo'liga telefon berish taqiqlayapti. Falon yoshgacha telefon berish taqiqlanyapti qonunan. Masalan, dunyoning boshqa bir davlatlarida biz ko'radigan kanallarni o'zlari qo'ysa ham o'zlari uchun taqiqlab qo'ygan. Avropaning juda ko'p davlatlarida aholi mahalliy kanallar tomosha qiladi. Men Gollandiyaga borganimda Arnhem degan bir shaharda u Arnhemni mahalliy televideniyasi eng mashhur ekan. U yerda nima ko'rsatadi desangiz, qayerda nima ochildi, nima tadbir bo'ldi, boshqa. Ularga qiziqan emas ekan, ya'ni. Masalan, Euronews ko'rmaysizlarmi desam, yo'q, Euronews ne ko'ramiz deydi. Hammani mana shu mahalladagi xabarni ko'radi, shunga qiziqadi, shunga targ'ib qilinadi. Yonidagi odamni tanish, hayot shu yerda go'zal. Ammo biz har doim yonimizni inkor qilamiz. Biz dunyoning narigi chekkasi uchun qayg'uramiz, ammo yonimizdagi odamni tanimaymiz. Bilmadim, dunyoning bir joylarida falokatlar bo'layotgan payti ular uchun qayg'ular chekib kerak bo'lsa, bilmadim, qanaqadir yordamlar qilish haqida o'ylaymiz-ku, lekin yonimizdagi, ya'ni u ham bugungi mashhur voqeliklarni mashhur qilib berayotgan, bizni telefonlarimizga olib kelib berayotgan, bu ham bir qanoti demoqchiman-da. Bizni tashvishlantiradi. Qo'limizdan kelsa bir yordam ham qilamiz, fondlarga pul o'tkazamiz boshqa, ammo qo'shnimiz ham undan yaxshi emas. U ham undan battarroq, yomonroq ahvolda. Ammo uni otini ham bilmaymiz. Nega buni otini bilmaymiz? Chunki bu yerda biz vijdonimizni rohatlatib oldik-da. Befarqmasligimizni bildirdik, like bosdik, izoh yozdik, boshqalar bilan bo'lishdik, so'kdik, nafratimizni izhor qildik. Shu bilan ichimizdagi boyagi nima deydi? Bizni so'roq qiladigan nima? Vijdonimiz rohat bo'ldi. Endi u so'roq qilmaydi. Yonimizdagi qo'shni yana 10 yil shunday yashaydi. Biz undan xabarimiz ham bo'lmay davom etaveramiz. Bizga mashhurlar muhim. Like bosish, mashhur bo'lish, kunning xabari, kunning voqeasi, kunning eng muhim xabariga oshino bo'lish. Muxlis bo'lsang, eng mashhuriga muxlis bo'l. Yaxshi, yomon, to'g'ri, noto'g'ri muhim emas u. Men bir kuni Toshkentga borganimda, voqeada endi aytib beraman. Bir restoran emas, bir kafe deymiz, shunaqa. Men endi radioga ishlab yurgan paytlarimdan borardim. Qadrdon bo'lib qolgan. Ammo u nima emasdi, oddiy joy.
judayam oddiy joy. Tuxum qaynatadi, qanaqadir bir sosiskalar qaynatadi. Mana shunaqa joy. U ko'p odam ham bormaydi. Ammo men sog'inib ketdim o'sha yerda. U yerda o'tirib kitob o'qirdim men, xayol surardim, bilmadim. Borganimda bordim. Meni u yerda ko'rganda yonimdagi nimalar aytdi? Bu odam bu yerda nima qilyapti deb hayron qolishdi. Hayron qoldi deganda nazariga ilmaganday munosabat qilishdi. Ko'rdingizmi? Siz nega? Chunki ular sizni eshitadi, sizga muxlislik qiladi va siz eng zo'ri bo'lishingiz kerak. Agar siz ularni ehtiyojlarini qondirmasangiz, ularning ehtiyoji nima? Eng shov-shuvbob narsalar sizda bo'lishi kerak. Eng mashhuri, eng zo'ri siz bo'lishingiz kerak. Ular bu fanatizmning eng nimasi. Agar siz ularni u talabiga javob bermasangiz, sizni qurbon qilishadi boyagidek va o'zlariga boshqa tanlaydi. Bu har doim sodir bo'ladi. Bugun bu har doimgidan ham ko'p sodir bo'ladi, chunki bugun o'sha boya aytgan yolg'iz odamlar va hamma yonidagi odamdan xabar bo'lmagani uchun butun dunyo meni atrofimda aylanyapti deb o'ylaydi. Men bu masalani hal qilaman deb o'ylaydi. Aslida hech eng nimasi ham hal qilolmaydi. Masalan, bugun Facebookda biror bir muhim masalalar haqida tortishuvlar bo'lib qolsa, tekshiruv o'tkazing. Bor yo'q bir 400-500 odam o'rtasida bo'layotgan bo'ladi. Boyagi aks sadoxonalari har doim bir-birini o'qib, bir-birini qo'llab-quvvatlab va u yerdagi hamma eng muhim masala shu deb o'ylaydi. Lekin u yoqda 35 million odamda hech narsadan xabari bo'lmaydi. Dunyo shunday, bu normal bir holat. O'shaning uchun agar men bugun nimanidir o'zgartirishni istasam, boyagi bo'shliqni qanday to'ldiraman? Uyga boraman, nima qilaman? Bolam bilan muomala qilar ekan, do'stim bilan muomala qilar ekan, hayotimni nima bilan to'ldiraman? Habitus qanaqa ahvolda? U o'zgarsa, mashhurga munosabatim qanday? Dunyoga mashhurlar har doim kerak. Mashhurlik yomon narsa emas. Ya'ni insonlarni mashhurlarga, o'rnaklarga, oldinda yuradigan qo'ng'irog'i bor peshvolarga ehtiyoji bo'lgan, ehtiyoj bor, bugun ham bo'lgan. Ammo sifatni kim belgilaydi? Xalq belgilaydi. Uni tashqaridan biri kelib o'ziga sayyoralik do'stlar, sifatimiz bunday bo'lishi kerak demaydi. Xalq o'zi belgilaydi. Bugun algoritmlar unga yordam beradi. Aniqlaydi avval. Masalan, YouTube 2026-yilda algoritm oldin mualliflarni qo'llab-quvvatlardi algoritmlar bunga qaratilgandi. O'zlari rasman e'lon qildi. Biz endi mualliflarni qo'llab-quvvatlamaymiz dedi. Masalan, nima degani bu? Avval siz sifatli kontent tayyorlagan bo'lsangiz, YouTube algoritmlari u kontentni minglab odamlarni ekraniga olib borardi va derdiki, Ikrom Sharif ko'p kuch sarfladi bu kontentni qilish uchun. Kameralar, operatorlar, sifat ko'rinib turibdi. O'shaning uchun buni bir targ'ib qilay derdi va targ'ib qilardi. Odamlar istasa istamasa telefoniga u qayta chiqaverardi. 2026-yildan boshlab YouTube aytib, men endi mualliflarni qo'llab-quvvatlamayman. Bir madaniyat zotan shakllanib bo'ldi, YouTube madaniyati. U yerda kontent qilmoqchi bo'lgan, mahsulot qilmoqchi bo'lgan odamlar zotan eng yaxshisi qanday bo'lishini bilib olishdi. Men endi odamlarni qiziqishiga ko'ra videolarda tarqataman dedi. Endi hozir Gemini bilan, Google'ni sun'iy idroki bilan YouTube'ni bog'lab qo'yishdi. Bizni hozir suhbatimizni YouTube'ga qo'yishingiz bilan bu suhbatni ma'nosini u o'qib oladi, tushunadi va shu paytgacha shunga o'xshagan mavzularda ko'rganlarga bu videoni taklif qiladi. Ya'ni bizni bu videomizda ham boyagi TikTok'ga kontent qilayotganlar eshitolmaydi, xabari ham bo'lmaydi. Bu yerda nima qilasiz? Hamma o'zini uyiga qaytadi. Hamma o'zini uyida qiladi. Uyiga qaytadi, uyda qiladi degani o'zini tuzatadi. Har doim shunday bo'lgan, boshqa bir yo'li yo'q. Shaxslar gohida eshitiladi. Jamiyatlar shaxslarni eshitadi. Shaxslarni eshitmayotgan jamiyatlar inqirozga albatta uchraydi. Buning iloji yo'q. Chunki hamma narsa ura bilan hal bo'lmaydi. Gohida fikrga ehtiyoj bo'ladi. Ayniqsa bugun bugungi dunyoni to'polonlaridan keyin ma'lum bo'lib qoldi. Qurollar, bular ko'p ishga yaramas ekan. Baribir inson ekan. Bir jamiyat qilib turgan uni insonlari ekan. Nega endi bir jamiyat o'zini insonlarini sifatli insonlar bo'lishini istamasinki? Men aminman, bir jamiyat insonlarini, jamiyat deganda men bir davlatni, tuzumni nazarda tutib aytyapman. Fuqarosini, vatandoshini sifatli bo'lishini istasa buni uddalaydi, ishoning. Masalan, bugun bizning eng yaxshi shoirimiz yo yozuvchilarimiz trenddan tushib qayerdagi umuman yot madaniyatdagi biri bizni yoshlarimiz uchun trend bo'layotgan bo'lsa, bu yerda kimdir ishlamadi degan. Boshqa hech narsa yo'q. Siz, men, bizga o'xshagan o'nlab odamlar qiladigan ishi bir joygacha.
boya aytgandek bizni ishimiz u algoritmlarda qo'lda bo'lgani uchun istagan joyini obod qiladi, istagan joyini istasa ko'rsatadi, istamasa ko'rsatmaydi, yoqtirsa qiladi, yoqtirmasa qilmaydi. Ular qaror beraveradi bizni ishimizni yurmasligiga. Ammo bir jamiyat aytsaki, ipimizni ularga berib qo'ymaymiz. Biz bu vatandoshlarimizni sifatli bo'lish uchun hamma narsa qilamiz deydi. Kantning fikri bor, bir jamiyatda bitta aqlli zotan chiqadi. Ammo davlat aytsaki, butun insonlarning sifatini tuzataman desa, uning uchun pul sarflash kerak deydi. Pul sarflash kerak deydi. Ta'limga, unga, bunga. Yo'lni qiladi. Suv yo'g'ida tayammum degan narsa bor. Hech yo'q shunga yarash kerak deb tushunaman-da ba'zi masalan. Ha, u suvsiz bitmaydi. Uni suv poklaydi, lekin yo'q. Hech yo'q turpoq bo'lib turish kerak degan tushuncham bor-da. Ya'ni balansni ushlashga harakat. Ushlolmassiz. Imkoniyatlar tengmasdir har jihatdan. Lekin xohishlar teng bo'lish kerak, hech yo'q. Harakatlar shunga yaqin bo'lish kerak. Men boya aytganim, ba'zi odamlar bu yo'lini topadi, ketadi. Ular o'zini nima qildi? O'zimizni holatimizdan kelib chiqib, oilamizdan kelib chiqib, yosh avlodni shunga yarasha tayyorlash kerak degan mazmunni tushundim. Lekin faqat o'ylagan narsam shuki, toza fitrat bor-ku. Hammaning ichida o'sha toza fitratdan bir sado bor, qoladi. Fitrat tamoman o'lib ketmaydi bo'lma. Illo endi yo'ldan chiqib ketsa. O'shaning uchun lekin meni nazarimda chirkin, kir, rasvo, jirkanch, uyat, sharmandalik bo'lgan 10 ta narsaga, balki 20 ta 30 ta narsaga ham bitta pok to'g'ri keladi baribir deyman. Ya'ni bitta pokni, bitta to'g'rini, bitta uyatni, bitta hayoni, o'sha kerak bo'lsa 20 ta 30 ta nohaqqa yoki bo'lmasa botilga, jirkanch narsalarga kuchi yetadi deb qarayman. Tushuntira oldim shekilli. Ya'ni demoqchiman, kuchlar tengmasdir, lekin illoki harakat qilinaversa, bitta ikkita bo'lsa ham sado chiqib turaversa, biz mana shu yerda men tushuntiribman sizni, Ikrom aka, lekin mana shu munosabat ham uncha to'g'ri deb o'ylamayman men. Sabab Masalan, yo'q, mana shu munosabat deganda u jirkanch, uni qarshisida bu turishi degan go'yo ajratib, u boshqa bir taraf emas. axloq jihatdan bo'lmaymizmi? U bizni bir qismimiz. Tamomda, lekin zohir bo'layotgan narsalarni muhokama qilayotganimizda, masalan, hozir bo'lmasa haq bilan botil nima degani? Uni qanday baholaymiz? Masalan, botil bizdan boshqa narsa bo'lish kerakmi shunda masalan? Yo'q. Biz hozir muammoning yechimi haqida o'ylaganimizda, noto'g'ri deb bilgan narsalarimizni begona deb qarasak, dushmanlik paydo bo'ladi demoqchi. Masalan, illo sen meni qarshimdasan deyishimiz bilan muammo boshlanadi. Mana shunday buni kategoriyalarga qo'yib bo'lmaydi demoqchiman. Sen u kategoriya vakilisan, men bu kategoriya. Mana shu muammoni chuqurlashtiraveradi. U ham aytadi, agar men boshqa kategoriya bo'lsam, ko'zim ko'rinma deydi. Sen meni yoqtirmayotgan bo'lsang, men ham seni yoqtirmayman. Qanday tushunadi? Buni o'shaning uchun aytyapman. Buni bir odam bilan borib hal qilib bo'lmaydigan masala. Chunki u odam bitta emas, 10 ta ham emas. O'sha uchun men o'zi shaxs haqida gapiryapmiz aslida. Aslida o'zi bu yerda shaxsni aytmayapmiz. Shaxsda misol uchun o'sha xatti-harakatdagi axloqsizliklar, buzuqliklar, boshqalarni ayta olmaymiz, muhokama qila olmaymiz shunda. Bu yerda aslida muhokama qiladigan narsa yo'qda. Bu yerda yechim. Yechimini agar istasak, bu masalan bir kasalligimiz bor, bir shamollab qoldik, ozgina yelvizak tegib qoldi bir jamiyat olarak axloqimizga desak, ehtiyotkor yo'li bilan qilish kerak bo'ladi. Agar tuzatishni istasak, yo'q, agar yana fikr bildirish orqali mashhurligimizga mashhurlik qo'shish, mana ko'rdingmi falonchi qanaqa qilib bularni tanqid qildilar, tosh otdilar. Bu narsa istasak, istaganimizni qilamiz. Ammo tuzatishni istasak, ehtiyot bo'lib, juda noziklik bilan avval buni ilmiy tekshirish institutlari, ijtimoiy fanlar bilan bosh qotirayotganlar buni oldin nimaligini aniqlashadi. Masalan, deylik, Xanning Charchoq jamiyatlar degan kitobi chop etildi Olmoniyada nemis tilida. Eng modern fikrlar, bugungi zamonaviy tushunchalar ustida bosh qotirayotgan, muammolar, yechimlar ustida bosh qotirayotgan katta olimlar. Byung-Chun Han Charchoq jamiyatlar kitob nomi. Ana ularni o'qib, o'rganib, nima deyapti ular? Agar o'zimiz tadqiqotlar olib bormayotgan bo'lsak, yechimlarda qiynalayotgan bo'lsak, mana bunday qilsak bo'ladi. Ayrim narsalar bo'lmaydi. Mana qilsak, bunday qilsak, bunday qilsak deb aytib qutulib olishni istasak, yana mashhur bo'lamiz ozgina. Yana odamlar Abdukarim to'g'ri gapni yo Ikromjon to'g'ri gapni aytdi deydi, qarsak chaladi, like ko'payadi. Buni istayotgan bo'lsak, yo'q. Men dardim emas, men dardim boshqa. Meni qarsaging bilan ishim yo'q. Men buni nima qilsam rost ekaniga tuzata olaman degan nimada quchoqlashish kerak deb o'ylayman. Alasxarni o'qituvchisi
taksiga o'tiribdilar endi. Shom namozi bo'lib qolibdi. Unda bir binoga qarasa masjidga o'xshab ko'rinib turdi ko'ziga endi. Yosh ham taksiga shu yerda to'xtatibdi, men shunday kirib o'qib olay deb. Shu kirsa nimani oldida bir qiz o'tirgan ekan, qabulxonaga o'xshagan. Bu debdi imomdimi, kimdir qizi bo'lsa kerak. O'sha yerda o'zi shu kirishdi o'zida azon aytildi shekilli eshitmay qoldim deb namozga boshlab. Sen namoz o'qimaysanmi? Ke debdi-da. Boya qiz jim turib, "Ha, toza emasmisan?" deb keyin o'zi o'qigan ekan, ya'ni o'sha. U ishratxona ekan-da. Boyagi qiz o'sha toza emasmidi san degan gapdan ta'sirlanib ketib, u yerdan ketgan ekanda keyin. Ya'ni bu hikoya juda uzoq, men xulosasini aytib beryapman. Sen fohishasan deb bo'lmaydi-da ular. Agar tuzatmoqchi bo'lsangiz. Yo'q, men buni shunchaki sinfini aniqlab qo'ymoqchiman. Sinflarga bo'lib ular undan, ular bundan qilib qo'ymoqchiman desangiz, istaganini qilish mumkindir. Ammo yechim, bu muomala yechim bo'la olmaydi. Bo'lmagan hech qachon. Meni u yoqdagi o'z maqsadim ham aslida o'zi ba'zida, misol uchun mana shu ijtimoiy holatlar, siyosiy holatlar eshitsangiz, xayolimda ba'zi shunday bo'ladiki, illyuziyaga o'xshab ketadi-da. Bu oxiri yo'q bu narsani deydi. Misol, uni orqasidan keyin qaldagi tushkunga o'xshagan, noumidga o'xshagan narsa keladi inson. Tabiiy, xullas, foydasi yo'q. Boyagindek hamma yo'lini tanlab bo'ldi. O'zini yo'li, buni o'zi. Lekin mana shu narsa o'zimda yo'q, bu xato-ku. Harakat qilish kerak, bo'lish kerak. Birinchi navbatda o'zim, oila ahlim. Lekin shu bilan birga men tengdoshim bor, Eshmat bor, Toshmat bor. Bularga ham nimadir deyishim mumkin hozir. Yo'lini tanlab bo'lsa ham. Tamam, men uni inkor qilmayapman. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, mana ularni razil 10 tani qarshisida pok bitta deb gapiryapsiz-ku, u ritorika noto'g'ri demoqchiman. Buning otini nafrat so'ylami deydi, adovat tili. Adovat tili ishlatyapmiz. Ruslar yazık vrajdi deydi. Dushmanlikni o'rtaga chiqaradigan til ishlatishga qarshiman. 10tasini qarshisiga bitta razillik, botqoqqa botgan, bunaqa ritorika ishlatmaslik kerak demoqchiman. Agar dardimiz tuzatish bo'lsa. Aslida to'g'ri odam to'g'ri deb bilganini qilaverish kerak. Natija bersa bermasa qilish kerak. Aslida beradi ham deb men aytmoqchi edim. Nega deb shuncha aytmoqchi edim. Chunki odatda inson har qanaqangi o'zini fe'lida, o'zini tabiatida buzuq insonlar bo'lishi mumkin-ku. Lekin har qanday inson ham toza hidni ko'rganda dili yayraveradi. O'shalarni ham. Yoki chiroyli narsani ko'rganda dili yayraveradi. O'sha ichidagi o'sha tirik vijdonni, o'sha fitratda qolgan narsani, nima deydi, poklikni bir alomatlari deb bilaman-da. O'shanga o'xshab gap so'zda ham, chaqiriqlarda ham, bir narsaga o'sha qiziqtirilganda ham ko'proq baribir bir og'iz bo'lsa ham to'g'ri gap, shirin gap ko'proq natija ko'rsatadi noto'g'ri gaplardan demoqchiman. Asli shu mening maqsadim. Men buni o'zimga birinchi navbatda, keyin bizga o'xshaganlarga biz haligiga tushmasligimiz kerak degan ma'noda aytmoqchiman. Bir aqlda, tushunchada bir darajaga kelgansiz, bir ta'lim yo'lidan o'tib kelgan odamsiz. Qanoat hosil qilgan odamsiz. Ammo hamma qanoat hosil qilgan odam emasda, hali yoshlar bor. Endi otasining oldidan ko'chaga chiqqanlar bor. Otaning fikri qoniqtirmasdan, ustozning fikri qoniqtirmasdan yoki bu faqat otaning fikri, faqat ustozning fikri, men o'zimning fikrimga ega bo'lishim kerak deb dunyoni kezishga chiqqan yoshlar bor. Qanoat hosil qilmagan, hamma narsani sinab ko'rishdek bir ichida shijoati bor yoshlar. Ularga bu gap nasihatlarni birortasi nima qilmaydi, ta'sir qilmaydi. Pand nasihatlar bilan ishi yo'q. Illo bir musibat yashab ko'rish kerak. Hammamiz ham shunday edik. Kichkinaligimizda yo'lga chiqqanda bizni qoniqtirmagan ayrim narsalar bor deb o'ylaganimiz uchun u yo'llarga chiqqanmiz. Ammo ot aylanib qozig'ini topadi baribir. Hamma qozig'iga keladi, ammo bir aylanib keladi. Ana o'sha aylanganda kesib yuborish kerak emasda. Jamiyatda aqli shundan iborat. Jamiyat o'zidan itarish kerak emas. Tabiiy, uni hech qachon qila olmaydi. Hamma bir aylanib keladi. Bir yo'lda yashaydi, bir mashhur bo'lgisi keladi. Lekin men o'ylayman, bu masalalarni o'ylasam tarozi qo'ltig'idan tushadigan, tushkunlikka tushib qoladigan holatda emasman. Men juda umidli odamman. Bu narsa chunki boyagi holat bo'lishi ham mumkin. Boyagi aks sado filtr ballonlari menda ham ishlayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, men bilan muloqotda bo'ladigan tinglovchilar, tomoshabinlar, maktub yozadiganlar yoki bilmadim Istanbulga kelganda ko'rishadiganimiz vatandoshlarimiz hammasi muhtasham sifatli insonlar, hammasi. Men ularni nimasidan qarayman. To'g'ri, mutlaqo boshqacha bir nima ham bo'lish mumkin, lekin ular jamiyatda ozroq qismini tashkil qiladi
degan menda bir yaxshi nima bor. Meni nazarimda esa mana shu parallel ravishda kelayotgan narsa. Xuddi shu yaxshilar, ziyolilar, ya'ni yaxshilar segana bo'lganda bo'lib qolar. Ya'ni bir ma'noda o'zini yo'lini ilmga, ma'rifatga yoki faqatgina o'sha sifatli deb bilingan hamma narsadagi bir narsalarga nima qilgan, bir tomonda esa aslida menga sifat emasligini farqi yo'q. Men bir qilib ko'rayman, men o'zim qanoat olishim uchun tanlagan yo'lim bor deydigan kishilar bular parallel ravishda chiqaveradi. Meni ham qanoatim shunday aslida o'zi. Ya'ni bu hech qachon bu yoqqa o'tib ketmaydimi yo bular bu yoqqa o'tib ketmaydi. Faqat masala meni asosiy masalam bu yoqda shularning ichida ham ikkilanib yurganlar bo'lsa, ularga bir ma'noda chol bo'lmasa ham 40 yoshgacha kirgan bir narsamizni eslatishdir yoki asosiy masala neytral haqida. Aka mayli, buni tushundim. Endi boshqa narsa aytay. Bir savol. Mashina haydaymiz. Bizga ma'lum bir har bir mashinani o'zini chegaralangan nimasi bor. Tezligi bor. Ma'lum bir tezlik rioya qilishimiz shart biz. Yeyishimiz, oshqozonimiz chegarasi bor. Eshitishimizda chegara bor, ko'rishimizda chegara bor. Demak, inson qayerdadir bir yo o'zi tabiiy chegaralarga rioya qilish kerak va yoki tabiiy chegara ko'rinmagan joyda nimadir o'ziga chegara qo'yish kerak. Mana shu joyda endi aytadigan bo'lsak, mayli. Xohlagan narsasini agar juda bir hayotdagi o'zi uchun muayyan bir prinsipni izlab qilib ko'rishim kerak illoki deyotgan bo'lsa qilsin. Lekin shu joyda qanaqadir chegara qo'yish mumkinmi? Bu kim uchun? Biz qo'ymaymiz uni. Odam o'zi uchun. Chegara qo'yish mumkin bo'lsa, u chegara qayerda bo'lishi kerak? Bir inson mashhur bo'lmoqchi. Men bugun o'sha moddiyatdan kelib chiqibman, boshqa narsadan kelib chiqibman, tushunibmi, tushunmaymi bo'lmoqchi. Ya'ni shuni maqsad deb olyapti. Shu odamga aytishimiz mumkinmi masalan? Qayerga kelganda to'xtash kerak? Bu mening chegaram. Bundan bu yog'iga men hech qaysi nimaga bu chegaradan o'tmayman. Axloq metafizikasining asoslari degan bir mashhur bir asar bor. U yerda aqlni ishlatishda 30 ta yo'li haqida gapirilganda, matematik aql, geometrik aql, mantiqiy aql qanday ishlaydi boshqa. Muallifdan so'rashganda, Immanuel Kantdan so'rashganda, buncha qiyin bu axloq metafizikasi, tamallari juda katta nima asar. Buni qanaqa nima qilamiz desa, buni eng qisqasi shu. Bir ish qiling, u shunday ish bo'lsinki, boshqalar qilishni istasin. Havas ya'ni. Havas. Boshqalar bu ishni xuddi sizdek qilishga havas qilsin. Sizga o'xshashga havas qilsin. Sizni kimdir otingizni aytayotganingizdan uyalmasligingiz aniq bo'lsin. Sizni takrorlashayotgandan sizga la'nat kelmasligiga amin bo'ling. Shunday ishlarni qilingki, odamlar har doim sizni havas bilan takrorlaydigan ishlar bo'lsin. Agar bu chegarani men har doim endi o'shaning uchun bo'ladigan, bo'lmaydigan ko'p narsaga aralashmayman. Asosiy o'zim qiladigan ishim aniq deb bilaman. Ya'ni ijodiy ma'no, undan boshqa ham ko'p ishim bor. Masalan, ilmiy ish yozaman, matn yozaman, rasm chizaman, u qilaman, bu qilaman, yana kontent ham qilaman. Kontent men uchun bir televideniyada ishlaganman, media sohasini bilaman. Men uchun tuproqqa quyilgan suvdek. Ammo bu yerda ham o'sha ish qilayotgan har narsam, gapirayotgan har narsam, o'sha odamlar buni davom ettirishdan uyalmaydi. Buni men aytgan bir narsani biriga aytish noqulaylik tug'dirmaydimi? Har doim agar kimdir buni tatbiq qilmoqchi bo'lsa, tatbiq qilgandan uyalib qolmaydimi? Mana shunaqa narsalarni o'ylab qilaman. O'shaning uchun u chegara istasangiz ham buza olmaysiz, buzilmaydi. Qizig'i bu chegara faqat o'zingiz bilan sizni chegarangiz emas ekanda bu. Har bir sizni tomosha qilayotganlar uchun ham belgilab olingan chegara. Tabii. Hammani, masalan, Abdukarim aka mana bu videoni qilibdi deb birovga yuborishdan uyaladigan, yo birini asabiga tegadigan, yo birovni ko'nglini nima qiladigan narsa bo'lishini istamayman. Bu romantizm, bu unaqa narsa emas. Unaqa narsa emas. Juda qattiq nimalar ham bor, gaplar ham bor, lekin u shunday bir uslub bilan aytiladiki, hijolat qilmaydi. Hijolat qilmaydi. Masalan, deylik, juda oddiy bir nima, men har doim misol qilib aytaman. Masalan, men nega hikoya aytasiz degan ko'p savol beradi. Hikoya aytmasam, hikoyadan boshqa har qanday janr, akademik janr bo'lsin, boshqa hammasi narsalar haqidagi fikrlardir. Narsalarning o'zi emasdir. Masalan, modern inson juda yolg'iz. Bu bir fikrdir. So'zlar bilan ifoda etilgan bir fikr. Buni ta'siri orqa borganingizdan keyin nima his qildingiz hozir? Modern inson juda yolg'iz inson. Nima his qildingiz? Deysiz, tamom. 5 daqiqadan keyin unutasiz. Ammo men aytamanki, bugun metroda ketayotganimda, metroda vagonda 50 ga yaqin odam bor edi. Har xil millatdagi odamlar. Men ham bor edim. Ammo aminman, ularning birortasini men bilan ishi yo'q edi. Hech bittasi yuzimni tanib qolmadi. Uyga kelganda o'zimga savol berdim. Men ham ularning birortasini yuzini tanimadim. Borligimdan ham xabar yo'q. Bu gap bilan bu gap farqi bor. Ya'ni bugun statistik nimalar juda ko'p.
masalan G'azoda buncha bola o'ldi degan, buncha ming bola o'ldirildi degan statistika 5 daqiqadan keyin navbatdagi video qarshisiga chiqqanda, ma'lumot chiqqanda bu unutiladi. Ammo men aytsamki, u yerda o'g'il o'lgan minglab emas, Ahmad buni yaxshi ko'rardi. Har doim uxlashdan oldin onasiga bitta savol bermasa uxlolmasdi. Ahmad ertalab turganda onasi choy damlashi uchun birinchi suv olib kelardi. Choy qaynaguncha onasini ikkita tizzasini quchoqlab tomosha qilib o'tirardi, yuzlariga qarardi. Hech onasiga to'ymasdi. Onasi ham unga to'ymasdi. Bir kuni bir qattiq gumburlagan ovoz eshitildi. Oppoq chang ichida Ahmad yo'qoldi. Men sizga bittasini hikoyasini aytib berdim. Bunaqa minglab hikoya bor. Ammo 25 ming bola o'ldi, 30 ming bola o'ldirildi bilan bitta Ahmadning hikoyasi teng kelaveradi. Shuning uchun ifoda uslubi juda muhimdir. Aytma, ko'rsat. Aytma, ko'rsat. Tushuntirma, ko'rsat. Bu bunday emas. Ko'rsat, bunday qilib ko'rsat. Ammo bu har doim juda qiyin. Har doim mumkin bu narsa demoqchi emasman. Ayniqsa bugungidek masalalarda, ya'ni aniq u ijtimoiy tamallari bo'lgan yoki inson, xalqni, millatni axloqi bilan aloqador katta masalalar yoki zamoni olib kelgan yangi bir mavzular ko'tarilganda o'z-o'zidan tadqiqotlarga, tajribalarga bugun suyanamiz. Eng katta muammolardan biri bu mashhurlikka intilish. Bor bo'lish, borligini isbotlash ehtiyoji his qildirilgan odamlarga. Men ham borligimni isbotlashim kerak, ko'rsatishim kerak. Kimdir ko'rsagina men mavjud bo'la olaman. Meni mavjudiyatimning isboti u. O'zi uchun isbotlayapti. Kimnidir meni tan olishi, borligimdan xabardor bo'lishi, meni fikrlarimdan xabardor bo'lishi, shundagina men borman. Ko'p narsa joyi almashtirilganda, juda ko'p narsalar almashtirilgan. Masalan, duolar o'rni layklar bilan almashtirilgan, tafakkur o'rni tomoshalar bilan almashtirilgan. Juda ko'p narsani o'rni almashtirilgan. Bu qanday almashtirilgan bilasizmi? Asosiy haqiqatlarga shubha tashlash orqali. Men senga, sen orzu qilayotgan jannatni mana shu yerda yashataman degan kapitalist sistem bor o'rtada. Dunyoda jannatda yashataman degan bir da'vo bor. Uni reklamasi bor. Butun telefonlarimizda jannatning reklamasi day go'yo. Uni otini unday deyishmayotgan bo'lsa ham, borgan sari shahar markazlarida qabristonlarga joy yo'q, faqat parklarga joy bor. O'lim eslatilmasi kerak. U dunyo eslatilmasi kerak. U dunyoni eslatadigan ovozlar bo'lmasi kerak. Hamma bugunni yashash bilan ovora bo'lish kerak. Bugunni eplab olish kerak. Bugun iste'mol qilib olish kerak. Bugunni uddalash kerak. U standart telefonlarda, standart bizga berilyapti. U standartlarga chiqishimiz kerak. To'xtab qolish mumkin emas. Siz bunday bir propaganda, bunday bir ta'sir ostida ekansiz, manipulyatsiya ostida ekansiz. Kimga aytasiz sen noto'g'ri qilyapsan deb? Qanday isbotlaysiz? Jo'na bu yerdan. Boshimda ortma deydi. Falsafangni borib bolangga o'qi deydi. To'g'risini aytyapman. Shunaqa deydi. Chunki siz oshga tushgan nima toshdek bo'lib turasiz. Xalaqit qiladi-yu, ovqat yeyotgan tosh chiqib qolsa, xuddi shu bo'lib qolasiz. Chunki hammasi yoqimli, hammasi sehrli, jozibador. Ya'ni qiyin. Qanday bo'ladi? Masalan, nima bor? Linch madaniyati deydi. Cancel kultur. Yopish madaniyati bo'ladi bizda. Chiqing, sizni linch qilib tashlashadi. Nima yopish, ya'ni siz rad etadi, qatl qiladi sizni. Boya aytganim oldin maydonlarda qilgan bo'lsa, endi ijtimoiy mediada sizni go'yo qatl qilishadi, parchalab yuborishadi. Bu katta ilmiy ish qilindi, cancel kultur. Men o'qidim, ya'ni bugungi insonni, boshqasini o'zini haqsiz bo'lgan nuqtada o'zini haqlidek tutib, so'z haqqiga ega bo'lishga urinishi va faqat o'zini mavjudligini isbotlash uchun boshqalarni mazg'avalashga bo'lgan ishtiyoqi, bu juda qo'rqinchli narsa. Juda ham qo'rqinchli narsa. Men boya umidimni uzmaganman degan nimada bu biz tuzatib yuboramiz degan narsada emas. Aslida har qanday bunday noto'g'ri, buzg'unchi inson tabiatiga, borliq tabiatiga qarshi kelgan, insonni fitratiga to'g'ri kelmagan har qanday bunday urinishlar o'zini oyog'iga o'zi bir kuni baribir bolta uradi. Mana bugun boya aytdim-ku, charchoq jamiyatlar. Yana bir asar bor. Shayaganniki, Eronlik mashhur sotsiolog olimni Madaniy shizofreniya degan asari bor.
atay sanayapman, ijtimoiy bilimlar o'qiyotganlar bu asarlarni topib nima qilib o'qishadi deb nima qilyapman, yoki Zygmunt Baumanni kitoblari bor, hamma kitoblari ham Panoptikon, Sinoptikon, Omniptikon degan 3 ta tushuncha bor. Bularni o'rganib chiqishsa va undan kelib chiqib bu ilmiy tekshirish institutlarida, universitetlarda maqolalar, tadqiqotlar olib borilsa, darrov aniq bo'ladi muammo. Zotan aniq hammada. Va u yerda, u kitoblarda kelingan xulosa shu. Uzoqqa bormaydi bu. Tabiatimizga qarshi tutumlarimiz. Bu hozirgi tutumlarimiz uzoqqa bormaydi. Bunday, ya'ni insonni shundan men yaxshi umidaman. Uzoq davom etamiz. Ya'ni nohaqliklar eng cho'qqisiga chiqqanda qullaydi, yomonlik, zulm eng cho'qqisiga chiqqanda ketadi-ku. Bu ham xuddi shunday. Kecha zulmat eng cho'qqisi tong otadi. Xuddi shunday. Shuning uchun insoniyatda umidim katta, bizga ko'ramiz, biz bolalarimiz, kim unga nima bo'ladi, lekin har doim ishonchim komilki, yaxshilik har doim g'olib bo'laveradi. Mana shu jarayonning ichidagi o'zimiz o'rnimizni, mas'uliyatimizni, majburiyatimizni, ya'ni bularni ham bilib to'g'ri tanlab olsak bo'ldi. O'z maqsadim bugungi suhbatdan asosiy maqsad shu edi. Masalan, men kimdir haqida gapirayotgan bo'lsam, o'sha kimdir ichida men borman o'zim. O'zim bu ijtimoiy tarmoqda bor odamman masalan. Qaysidir agar taraf deb aytishimiz mumkin bo'lsa, illoki qaysi bir tarafga mansubman-da masalan. Lekin mana shu ya'ni jarayonda men ham qaynayapman. O'sha qozonning ichida men ham borman. Ammo lekin ba'zi narsalarni ozgina hayot tajribasidanmi, ozgina o'qibmi, eshitibmi, bilganimizni boshqalar bilan ham bir mulohaza qilsak, fikr almashsak degan ma'noda masalan ko'tardik. Demak, umumiy ma'noda tushundik. Zamonaviy mashhurlik. Gapirgan. Mashhur odam misolida ham, ularga ergashuvchilar misolida ham. Endi mana shu zamonda, mana shu jarayonlarda ichida men nima qilishim kerak? Har bir kishi o'zi uchun mana shu savolga bir javob topish uchun nima qilish kerak? Ya'ni har bir kishi nomidan savolda bu. Meni o'rnim qayerda? Men nima qilsam, shu jarayonlarda ichida avvalo o'zim omon qolaman. Agar o'zim qolasam, uddalolsam, yana oldimdagi yaqinimni ham qo'ldan tutib o'zimga torta olaman. Buni faqat mashhurlik bilan bog'lab gapirishni istamagan bo'lardim. Hamma bilan tegishli. Kecha mashinada onam bilan telefonda gaplashib ketayotsam, oldimda bir mototsikl sekinlashdi. Bir yigit orqasida bir qiz o'tiribdi. Men ham sekinladim. Keyin nima qildi? Keyin to'xtadik. Men ham to'xtadim. Turkmanistonlik o'zbeklar ekan. Er-xotin ekan. Istanbulda yashashar ekan. Er-xotin mototsikl haydab ketishayotgan ekan. Rasmlarga tushdik, boshqa bo'ldi. Yaxshi insonlar, samimiy insonlar. Ular sizni tanib to'xtatishdimi? Tabiiy, mashinada tanib qolib, oldimga o'tib to'sib, nima qilishyapti-da. Men darrov bildim, to'xtadim. Masalan, bu bitta misol. Juda yaxshi odam, ya'ni odamlar yaxshi odamlar, tushuntira oldimmi? O'tgan kuni yana bir joyda o'tirdik. Yonimdagi odam yo'lda u betini ko'rsatyapti. Odam govjum yo'lda narigi betida. Bunda qarasam, bir bolasini yetaklab olgan o'zbeklar. O'shlik ekan menimcha. O'shlikmi? Menga qarab, nima qilyapti? Duo qilib duo qilib yo'lda u betida turibdi. O'rtada bir 30 metr bor. O'sha yoqdan turib, bitta duo qilib deb qo'yadi. Odamlar yaxshi odamlar. Ya'ni biz aytayotgan, siz demaydi, endi umuman biz yomon deb aytayotganlar juda sanoqli odamlar. To'g'ri, ularni jim kuzatayotganlar ko'p bo'lishi mumkin, minglab bo'lishi ham mumkin, boshqa million, ammo bu baribir ko'p odamlar emas. Yaxshi odamlar juda ko'p. Ular nimaga siz aytishingiz mumkin, nega u yaxshi kontentlar kam ko'riladi? Ularda kontentga ham ehtiyoj yo'q darajada yaxshi deb umid qilaman men. O'zi yaxshi kitoblar o'qiyapti, ilm olyapti, til o'rganyapti, ishlayapti, mehnat qilyapti. Tushuntira oldimmi? Masalan, men buni qayerdan bilaman? Masalan, video, hikoyalar aytamiz, keyin hikoyalarda shuni to'plab, ovozini o'zini yuklab qo'yamiz. Eng ko'p ko'rilgani o'sha bo'ladi. Bilasizmi, uni kim ko'radi? Uni usta ko'radi, duradgor ko'radi, ishini qilib, boya quloqim tagida birov baqirib tursin deganda bizni yoqib qo'yadi-da. U hikoyani eshitib, u odamlar yaxshi odamlar. Illo bizni eshitayotgani uchun demoqchi emasman. Tanlovlaridan kelib chiqib xulosa qilib aytayapman. Yaxshi odamlar va ular juda ko'p. Bugun kitoblar sotib olinayotganini ko'rasiz. Kitoblar targ'ib qilinayotganini ko'rasiz. Kitob klublari ochilayotganini ko'rasiz. Bu tomon ham o'zini ishini qilyapti. Hech kim yordam bermasa ham, o'zi istab. Bugun davlatimiz ham ko'p qo'llab-quvvatlayapti.
Masalan, oddiy bitta misol aytaymi. Bu maqtanish nimasida aytmayapman. O'rnak bo'lsin deb. Endi ibrat desam katta gap, ammo o'rnak bo'lsin deb. Biz har doim nima gap eshitgandik? Bizni yoshlarimiz kitob o'qimaydi. Bular odam bo'lmaydi. Otang qilganini qilsang bo'lmaydimi? Balandorga osilma. Budir doim qarshi tomonni yerga uradigan, hafsalasini pir qiladigan, harakatdan to'xtatadigan dakkilardan iborat gaplarimiz. Xuddi shunday bizni qishloqda ham shunaqa gaplar borda. Yoshlar hozir kitob o'qimay qo'ydi. Kitob yo'q-ku. Qayerdan o'qiydi? Masalan, davlat rahbarimizni nimasi chiqdi? Mahallalarda kutubxonalar qilish boshqa. Bundan ilhomlandikda men qishloqda eshikning yonida akfadan qip-qizil qilib, hamma tomoni oyna, ichini to'liq kitob qildikda, ichini olib kitobga to'ldirib, eshigini ochib qo'ydik. Birov yo'q, ya'ni nazorat yo'q, eshik ochiq, har doim ochiq. Istagan odam kelib, istagan kitobini olib ketadi. Hech qanaqa hech kim ro'yxatga olmaydi. O'qib bo'lsa, insof bo'lsa qaytarib olib kelib beradi. Insof bo'lmasa, qaytarib olib kelib bermasa ham xafa bo'lmaymiz. Biz yana olib borib qo'yaveramiz. Boshida yo'q, hech aytib bo'lmaydi bu. Ya'ni bu nimadir qilish kerak. Yo'q, mana orada 6 oycha vaqt o'tdi orada. Undan ham ko'proq vaqt o'tdi, bilmayman. Hozir atrofdagi qishloqlardan ham odamlar, yon qishloqlardan odamlar kelishni boshladi. Endi hozirgacha men bilmayman, bir 2000 ga yaqin kitob qo'ydik shekilli, ammo u yo'q, kutubxona bo'sh, hamma kitob odamlarning qo'lida, hamma kim qachon o'qib olib kelsa keyin oladi. Mana shunaqa bo'lib qoldi. Hamma kitob olib kelib berishni kutadigan bo'lib qoldi. Men kamera qo'yilgan kuzatib boshqa qilaman. Har kuni maktabdan qaytishda boshqa paytda navbat kutib kitob u yerda oladi. Keyin oxiri o'zlari daftar tutib, o'zlari yozib, qaysi kitobni olib ketayotgan bo'lsa yozib, olib kelganda keyin plyus qilib qo'yadigan bu o'zlari yo'lga qo'yishdi. Maktabda nima rahbariyati majlislarda yoki boyagi bolalar bilan bir to'p nima qilinganda dakki ham beryapti. Kitobni sekin o'qiyapsizlar, kitob qolmadi, tezroq o'qib olib kelib boshqalar kutib turibdi deb, o'z-o'zidan tartibga qo'yib, Telegram kanallar ochilib, qani ular kitob o'qimasdi? Shuning uchun men juda yaxshilik ko'raman har doim. Yomon narsa ko'rmayman. Bordir yomonlar ham, har doim bo'lgan. Yetarli harakat. Har doim bo'lgan. Bu boyagi bir shaharga kelib, eski shaharingda qanaqa odamlar bor edi debdi endi. Shaharga kirib, darvozadan kirmoqchi, bir otaxon baliq tutib turibdi. Otaxon debdi, bu shaharda qanaqa odamlar bor desa, sen o'zi qayerdan kelyapsan debdi. Falon joydan kelyapman. Qanaqa odamlar borsa, so'ramang juda. O'g'ri kazzob ko'p desa, bu yer ham shu o'g'ri kazzobga to'la debdi. Oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin boshqa bittasi kelibdi. Otaxon shaharga birinchi kelishim. Qanaqa shahar bu yer desa, o'zing qayerdan kelyapsan? Falon shahardan kelyapman. Qanaqa odamlar bor? Yaxshi odamlar bor edi. Bu yerda ham bor yaxshi odam. Endi bu suhbatni nariroqda turgan biri eshitib qolib, otaxon olding, otaxon ajoyib bo'ldi. Bunisiga unday dedingiz, o'g'ri kazzob to'lib yotibdi dedingiz, bunisiga yaxshi odam ko'p dedingiz deganda aytgan ekan. Odam unisi o'zi o'g'ri kazzob edi. Shuning uchun kelayotgan shaharda ham ko'rgan odami o'g'ri kazzob bo'lgan. Bu yerda ham o'g'ri kazzob topadi, qidirib. Bunisi o'zi yaxshi odam edi. Kelayotgan shaharda ham yaxshi odamlar bilan muxotab bo'lgan. Bu yerda ham qarshiga chiqadigan yaxshi odamlar bo'ladi. Shuning uchun bugun ham dunyo shunday, bizga ko'radir. Biz kim bo'lsak, atrof shu. Abdukarim aka, katta rahmat suhbat uchun. Sizga ham rahmat, Ikrom aka. Umid qilamiz, Xudo xolasa davomli bo'ladi. Alloh taolo ishlaringizga, o'qish ishlaringizga, ijodlaringizga muvaffaqiyat bersin. Biz zaten birgamiz. Amin. Aytgansiz, endi hozir ko'ramiz odamlarni nimasini, izohlardagi mulohazalarga qaraymiz. Mulohazalar yoqsa davom etamiz. Agar yoqmasa davom etmaymiz. Demak, bu nimaga bog'liq? Izohlarga bog'liq. O'zi doim mana hozir tomoshabinlar ko'rib turgan bo'ladi. Doimgi nimamiz, biz Abdukarim akam bilan nimamiz bor? Samimiyatimiz borki, Alloh rozi bo'lsin. Ba'zida bir suhbat qiziydi, boshqa bo'ladi-da, keyin o'rtada aytamiz, kamerani nima yoqib qo'ymadik. O'zi shunisi kerak. Ya'ni aytganimiz shu edi. Boshidan maqsadimiz shu ediki, mana shu maydonda desak, maydonda yurgan odam sifatida mulohazalarimizni aytaylik, boshqa o'rtoqlashaylik dedik. Umid qilaman, Xudo xolasa foydali narsalar beradi. Olinadigan narsalar ko'p bu yoqda. Nasib bo'lsa, inshaalloh o'zimiz uchun xulosa chiqaramiz, hamma uchun xulosa chiqaramiz. Alloh taolo manfaatli qilsin. Aka, yana bir bor rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Sizga ham rahmat. Ofiyatda, yaxshiliklarda ko'rishaveraylik. Amin. Salomat bo'ling. Sog' bo'linglar.